Bu saytdan juda ham ko'pchilik noto'g'ri foydalanadi yoki umuman ishlatishni ham bilmaydi. Agar siz YouTuber bo'lsangiz, ayniqsa ingliz auditoriyasi uchun kontent chiqaradigan bo'lsangiz, bu sayt albatta sizga kerak. Balkim shu paytgacha ham eshitgan bo'lishingiz yoki foydalanib kelayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu Eleven Labs sayti. Ingliz tilini yaxshi bilmasangiz yoki aksentingiz yomon bo'lsa, sizni tekstlaringizni sof ingliz tilida hech qanaqa kamchiliklarsiz o'rtoqli ovozlashtirib beradi. Bu katta imkoniyat degani, masalan, siz o'zingiz umuman ingliz tili uchun begona kimsasiz, ammo shuni ortidan siz ingliz tili auditoriyasi uchun kontent chiqarib pul topishingiz mumkin. Xullas, aynan shu saytda bugun qanaqa qilib sozlash kerak, qanaqa personaj tanlash kerak, hammasini ko'rib chiqamiz. Eng muhimi, siz shunchaki Eleven Labs'ga kirasizda, tekstni kiritib, ovozlashtirib chiqib ketmaysiz. Bu juda ham noto'g'ri holat. Personajni shundoq tanlab, shundoq tekstni kiritib, ovozlashtirib qo'ysam bo'ldi, hammasi hal deb o'ylamang. Bugun esa mana shu haqida gaplashamiz. Demak, ChatGPT ga kirdim va kerakli bo'lgan promptni yozdim. Bu nima? YouTube'dagi top 5 ta eng mashhur mavzularda ishlash uchun Eleven Labs'dan foydalansam qaysi personajlarni tanlaganim yaxshi va qanday sozlashim kerak deb savol berdim. Ya'ni biz har xil mavzular uchun har xil personajlarni tanlashimiz kerak va bizni tekstimizga qarab turib uni sozlashimiz kerak. Hamma mavzularga bir xil personaj to'g'ri kelmaydi, ayniqsa ularning gapirish uslubi, tezligi yoki umuman sekin gapirishi bular boshqa dunyo. Shunday ekan, hozir savolni yuboramiz, bizga esa yechim beradi ChatGPT. Bu savolni xohlasanglar ChatGPT ga, xohlasanglar Gemini ga, boshqa har xil sun'iy idroklarga yuborishinglar mumkin. Deyarli hammasi bir xil javob beradi. Xullas, bu yerda aytilyapti, agar siz yo'nalishingiz finans yoki biznes bo'ladigan bo'lsa, Adamni tanlang deyapti. Yoki faktli yo'nalishi, turli xil ta'limiy kontentlarga Brain mos kelar ekan. Horror story yo'nalishida qo'rqinchli videolar qiladigan bo'lsangiz, Ericni tanlang deb maslahat beryapti. Gaming yo'nalishiga esa Josh tushar ekan. Joshdan o'zim foydalanaman. Josh haqiqatda jo'shib gapiradi, juda ham zo'r personaj. Yoki entertainment, dokumentariy videolar uchun, ya'ni masalan siz biron bir hayvon yoki qanaqadir ta'limiy narsa uchun kontent qilayotgan bo'lsangiz, baribir boshqacha televideniyada qanaqa gapirsa, TVda qanaqa diktorlarning ovozini eshitsangiz, mana shunaqa gapirib berish kerak. Bunga esa Chris mos kelar ekan. Xo'p, demak, bularni sozlash bo'yicha ham maslahatlar berilgan bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, alohida belgilay. Mana speed bu yerda Adam uchun 0.95 bo'lish kerak ekan, Brain uchun 0.96 va oxirida mana Chris uchun 0.98 tavsiya berilyapti. Gaming yo'nalishi ozgina tezroq bo'lish kerak, shu sababli bunda 1-2 dan ozgina oshirib qo'yishi tavsiya berildi. Xohlasangiz birov 1ga, birov 2ga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ozroq tez bo'lgani zarar qilmaydi gaming yo'nalishida. Xo'p, mana qarasanglar bo'ladi, bu yerda qanaqa sozlashni batafsil tushuntirib ketgan. Ya'ni sizlarga yetkazib bermoqchi asosiy bo'lgan narsa bu yerda qanaqa qilib sozlash kerak, qanaqa nastroyka bilan ovozlashtirish kerak matnlarni, shu narsani bilib olishinglar lozim. Xo'p, demak bildik qanaqa sozlash kerak, qanaqa personajlarni qaysi mavzularda tanlashimiz kerak. Buni bilib olish unchalik muammo emasdi. Ammo sizlar hatto shuni ham ozginagina qidirib, qiziqib ko'rmaysizlar. Ayrimlar albatta. Chunki men o'zim guvohi bo'ldim. Shundoq tekstni kiritar ekanda ba'zilar, shundoq xohlagan bitta personajini ingliz tilida gapirsa bo'ldi, tanlab qo'yib, ovozlashtirib uni video qilib yuborar ekan. Bu juda noto'g'ri o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda qaysi biridan boshlasak bo'ladi? Masalan, horror yo'nalishi bo'yicha bizga Ericni maslahat beryapti. Aynan shuni o'rtoqlar personajni tanlaymizda hozir ovozlashtirib ko'ramiz. Eleven Labs saytiga shunchaki qidiruv berib kirib olsanglar bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish qiyin narsa emas. Buni hamma ham biladi. Keyin sizlarga bitta yaxshi tavsiya berib ketaman. Agar sizlar uzun video qilayotgan bo'lsanglar, masalan, horror story yo'nalishida kamida 10 daqiqalik kontent bo'ladigan bo'lsa sizlarda, mana bunaqa ko'rinishda ovozlashtirmanglar. Bunaqa ko'rinishda tez o'qib yuboradi. Uni o'rniga mana bundoq qilinglar. Bitta abzas tashab qo'yinglar. Mana shu holatda me'yorida to'xtab, har bitta nuqta virguliga qarab turib o'qib beradi sizlarga. Demak, qidiruv bo'limiga o'tasizlar. O'ng tarafda qidiruv bo'limi bor. Searchga Eric deb yozasizlar.
Erikni ham har xil versiyalari bo'lishi mumkin. Ba'zilari ingliz tilida, ba'zilari umuman boshqa tillarda, masalan, Hindiston tilida yoki arab tilida bo'lishi mumkin. Shunga ham e'tibor beringlar. Xo'p, masalan, mana bu yerda Brazilian deb qo'yilgan, ya'ni Braziliya tilida gapiradi bu yerda. Shu sababli buni tanlab qo'ymanglar. Pastroqqa tushsanglar, ingliz tilidagi versiyasini topishinglar mumkin. Hozir sizlarga buni ko'rsatib beraman. Pastda mana tillar bo'limi bor. Mana erikni pastida tillar bo'limi turibdi. Plus ustiga bitta bosasizlarda o'zinglar uchun filtrlab olishinglar mumkin. Masalan, men faqatgina ingliz tilida gapiradigan personajni tanlashim uchun English deb yozadigan bo'lsam, bu yerda faqatgina ingliz tilida gapiradigan personajlar chiqadi. Boshqa tillar aralashib ketmaydi. Masalan, mana bu personajni eshitib ko'ramiz. Dinosaurs roamed the earth, leaving Xo'p, yaxshi, lekin bu unchalik ham chuqur gapirmayapti. Mana deep degan joyini tanlasanglar, mana shu personaj ko'proq chuqurroq, qo'rqinchli hikoyalarga mosroq gapiradi. The world of artificial intelligence has given you the power. Mana eshitdingiz, sal yo'g'onroq ovoz bilan gapiryapti. Shunaqalarni tanlashingiz zarur bo'ladi. Demak, mana shuni tanlaymiz sizlar bilan. Va buni qanday nastroyka qilishi mana bu yerda ko'rsatib ketilgan. Buni aynan shunday nastroyka qilib chiqaman-da va sizlar bilan buni eshitib ko'ramiz. Buni 0.98 ga qo'yishni tavsiya bergan, ammo men aynan aytilganidek emas, sal yana pastroq qilib qo'yaman. Kelinglar 95 ga qo'yamiz. Adashma o'rtoqlar, o'zi speed 0.90 ekan va shundayligicha turgani yaxshi ekan. Boya tepadagiga chalg'ib ketibman. Aslida bu boshqa personajligini unutib qo'yman o'rtoqlar. Demak, 0.90 ligicha turaversin. Bu yerda styleni 40 ga qo'yamiz. Style bu yerda vashshi 0 turibdi. 40 ga ko'tarib qo'yasizlar. Bu juda ham muhim. Undan tashqari stabilityni 45 ga qo'yasizlar. Buni sal tushirsanglar, nima desa bo'ladi? O'ta rasmiy tilda gapirib yormaydi. Haligi kitobiy tilda gapirsa qanaydir g'alatiroq chiqib qolishi mumkin. O'zimizni tabiiy gapirayotgan tilimizda gapirsa bu anchagina foydaga. Xo'p, demak, aynan shu yerda qanaqa ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunday nastroyka qilib chiqdim. Endi esa buni generate speech qilamizda eshitib ko'ramiz. Imagine you're suddenly face to face with two honey badgers. What do? Let's calculate your actual chances of survival. Let's say you're Mana eshitsanglar bo'ladi, sal chuqurroq, qanaqadir bir boshqacharoq gapiryapti. Aslida buni mana bu nastroykalarni alohida o'zini asl originaliga qaytarib qo'ysanglar, bunaqa o'qimaydi. Tushunarli? Demak, har bitta personajni tanlayotganda xohlaganingizcha foydalanmanglar. Nastroyka degan joyi bor. Mana pastda qarasanglar, ancha-muncha joyini o'zgartirishinglar mumkin. Bu yerda o'zgartirishinglar kerak bo'lgan narsa mana shu joydan mana shu joygacha. Shu to'rttala nastroykani o'zgartirsanglar, o'zini personajiga moslab, bu yerda maqsadga muvofiq bo'ladi. Qolgan joyiga tegmanglar. Faqatgina personaj tanlash uchun mana shu joydan o'zingizga kerakli bo'lganini qidirib topib olishinglar mumkin. Bu yerda filtrga Englishni qo'yib qo'yinglar. Faqatgina ingliz tilida gapiradigan versiyalarni qidirasizlar-da, hech qanaqa adashib qolmaysizlar. Demak, yana bir ma'lumot, aynan shu saytdan foydalanish birinchi ro'yxatdan o'tganlar uchun bepul 10,000 kreditni sizlar tekinga ishlatishinglar mumkin. Ammo u tugagandan keyin sizlarga $11 ga 100,000 kredit taklif qilinadi. Ya'ni sizlar bir oy uchun 100,000 kreditni $11 ga sotib olasizlar. Bemalol xoh uzun video, xoh shorts video uchun foydalanishingiz mumkin. Demak, tushunarli bo'ldi. Bu qisqa va sodda qo'llanma edi. Eng kerakli ma'lumot bu yerda shundoq kirmasdan shundoq kirib, xohlagan personajlarni tanlab bosib yormanglar. Bu xato, umuman xato o'rtoqlar. Sizlar masalan futbol sharhlovchisini kino dublyajga qo'yib qo'ygandek gapda, bu o'shaning uchun o'ylab ish qilinglar. Umuman vaqtinglarni, qilayotgan ishinglarni qadrini bilinglar.
Demak, bu video to'g'ridan to'g'ri yozilyapti. Hech qanaqa montaj qilganim yo'q yoki pauza bilan ovozlashtirganim yo'q. To'g'ridan to'g'ri gapirib ketyapman. Shu sababli ba'zi bir joylarda tutilib adashib ketganimga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Qisqasi, agar sizlar YouTube bo'yicha chuqurroq shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, bizda Telegram kanal bor. Telegram kanalimni aynan shu videoni opisaniyasidan yoki kommentariy bo'limidan topishingiz mumkin. Men albatta sizlarga bu havolani joylab qo'yaman kommentariyaga. Kiringlarda qo'shilib olinglar havola ustiga bosib. Bu yerda YouTube ga aloqador turli xil foydali ma'lumotlar, ovozli chatlarni ko'rasizlar. Har kuni ham deyamayman, lekin 3-4 kunda, masalan, uzog'i borsa bir haftada bir martadan yaxshi chatlar qilib turamiz. Hamma bilan gaplashamiz, savollarga yechim beramiz va shu kabi foydali narsalarni topsanglar bo'ladi. Plus bizda o'zini summasiga yarasha kafolatlangan YouTube xizmatlari ham bor. Kiringlar, mabodo kerak bo'lsa foydalanish imkoniyati sizlarda bor o'rtoqlar. Pastda ham mana boshqa personajlar bor. Bularni cho'zilib ketmasligi uchun sinab ko'rganim yo'q. Sizlar o'zingizlar bu ma'lumotni olib turib sinab ko'rishingiz mumkin. Bu mavzularga faqatgina shu personajlar tushadi degan gap ham noto'g'ri. Bulardan boshqa yana har xil personajlar bor, ularni ham ishlatishingiz mumkin. Faqatgina bular eng yaxshilari deb tavsiya berilyapti xolos. Bundan boshqa personajlarni ham albatta sinab ko'rishingiz mumkin. Xullas, videomiz shundan iborat edi. Sizlarga qo'ldan kelgancha bu mavzuni tushuntirib berishga harakat qildim. 11 Labs sayti prosta top sayt, top sun'iy intellekt. Bundan foydalanish kerak, maksimal darajada foyda olib qolish kerak. Faqatgina sizlar to'g'ri foydalansanglar bo'ldi. Hatto bu sayt, bu sun'iy intellekt desak to'g'riroq bo'ladi. Bu AI ovozlashtirishdan tashqari dublyaj ham qilaveradi yoki podkastlar qilishi mumkin. Imkoniyatlar keng, foydalaninglar o'rtoqlar. Xullas, shu yerda xayrlashamiz. Barchaga omad.